hammaga yaxshi kun tilagan holda bugun yana bir ijod qildim. Zavundan shunday yasadim. Xuddi suyutilnikka o'xshagan. Mana o'zinglar baho beringlar. Shunaqa narsalar yasashni juda ham yaxshi ko'raman. Yaqinda YouTube'dan o'rgandim. Endi o'rganishni boshladim. Mana sovun gullarimiz idishlari bilan podarkalarga juda ham chiroyli. Bolalarim bog'chaga ketganda bekor o'tirgandan ko'ra shunaqa narsalar o'zim yasash niyatim bor edi. Bolalarimni endi bog'chaga berishni boshladim. Bog'chaga berib shunaqa narsalar yasayapman. Juda ham yaxshi ko'raman o'zim.